Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, sizlar bilan Islom Shahboz. Bugun 96-2007 axborotnoma kitobining 3-mavzusini, ya'ni qoldiqli bo'lish mavzusini ishlashni boshlaymiz. Qoldiqli bo'lish, ya'ni qandaydir A sonini B soniga bo'lganda to'liqsiz bo'linma n va qoldiq hosil bo'ladi ekan. Shu bo'linuvchini biz bo'luvchi, to'liqsiz bo'linma va qoldiq orqali ifodalashimiz mumkin ekan. Ya'ni A bo'linuvchim teng bo'ladi ekan qandaydir B bo'luvchiga ko'paytirilgan to'liqsiz bo'linmam n va qoldiq r. Xo'p, bu yerda asosiy qoidamiz qoldiq har doim 0 dan katta yoki teng bo'lishi shart va u bo'luvchidan kichkina bo'lishi kerak ekan. Bu narsani yodlab olishimiz kerak. Ya'ni qoldig'imiz 0 ga teng yoki undan katta bo'lishi kerak. Bu nima degani? Manfiy son bo'lishi mumkin emas qoldig'imiz va bo'luvchidan katta bo'lishi ham mumkin emas ekan. Misollarni ishlashni boshlasak, birinchi misolda aytyapti. 243 ni qandaydir songa bo'lganda bo'linma 15 ga, qoldiq 3 ga teng chiqadi. Bo'luvchi nechaga teng? Xo'p. Demak, 243 teng bo'lar ekan, qandaydir bo'linuvchi ko'paytirilgan bo'linma plus qoldiq. Shu yerdan demak bo'luvchini topamiz. 3 ni bir tarafga o'tkazamiz, ya'ni minus o'tadi. Shunda 240 teng bo'ladi b ko'paytirilgan 15 ga. 15 esa bo'lib o'tadi. Bundan kelib chiqadiki 240 ni 15 ga bo'ladigan bo'lsak 16 bo'ladi ekan. Demak, bizdan shuni so'ragan, javobimiz 16 bo'ladi ekan. Xo'p, men misollarni tayyor yozib oldim. O'ylaymanki, qiyin bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda nomlari aniq aytilgan. Ya'ni 215 ni 19 ga, demak 215 bizda ikkinchi misolimizda demak 215 imiz bizda bo'linuvchi bo'ladi. 19 ga bo'lganda, ya'ni bo'luvchim 19 bo'ladi ekan. Qoldiq 6 bo'ladi, bo'linmani toping deyapti. Bo'linma demak bizda noma'lum, qoldiq berilgan. Tayyor o'zi boya yozgan formulamizga shunday qo'yamiz va shu yerdan nimani so'ragan bo'lsa, topib ishlaymiz. 6 bir tarafga minus o'tkazadigan bo'lsak, demak 209 teng bo'lib qoladi ekan 19 ko'paytirilgan n ga. Bundan n ni topadigan bo'lsak, n teng bo'ladi ekan. Demak 11 ga. Xo'p, 3-misolimiz ham xuddi shunday. 1 ni bir tarafga o'tkazib yuboramiz. Demak 357 bo'ladi. B ko'paytirilgan 17. Bundan b ni topamiz. B teng bo'ladi ekan. Demak 21 ga. Xo'p. 4-misolimizda endi bizda bo'linuvchi noma'lum qilib beryapti. Buni hisoblab qo'ysak bo'ldi ekan. Ya'ni 18 ni 15 ga ko'paytiraman. Ko'paytiradigan bo'lsak 270 bo'ladi va unga 3 ni qo'shaman. Bu degani 273 bo'ladi ekan. Xo'p, 5-misolimiz. 5-misolimiz demak qandaydir sonni demak 1995 ga bo'lganda qoldiq 1994 ga teng bo'lsa, shu sonni 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Ya'ni shu A sonini 5 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Xo'p, bunaqa misollarda ishlashimizda bizda qoida bor. Ya'ni agar qandaydir qo'shiluvchilar berilgan bo'lsa, ularning har birini qoldig'ini topib, yig'indisini hisoblab, bo'luvchiga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq necha chiqsa, shu yig'indini ham qoldig'iga teng degan. Ya'ni tushunarliroq bo'lishi uchun kelinglar sonni ishlaylik. Masalan, 6 plus 7. Shu sonlarni demak 5 ga bo'lganda yig'indini, 5 ga bo'lganda qoldiqni toping deydi. Xo'p, 6 ni 5 ga bo'lsam qoldig'i 1. 7 ni 5 ga bo'lsam qoldig'i 2. Natijani hisoblayman. Bu degani 3. Demak, 3 ni 5 ga bo'lsam qoldiq 3 chiqadi. Haqiqatan ham demak 6 ga 7 ni qo'shsam 13, 13 ni 5 ga bo'lsam qoldiq 3 bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, demak biz yig'indini topmasdan turib, qo'shiluvchilar orqali qoldiqni topishimiz mumkin ekan. Yana boshqatdan takrorlayman. Demak, hozir 6 plus 7 kichkina son. Buni ishlashimiz oson, ya'ni yig'indisini topishimiz mumkin. Lekin 5-misoldagi holatda biz yig'indini topa olmaymiz. Bizga yordam beradigan narsa qo'shiluvchilar ekan. Bizda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana ikkita qo'shiluvchim bor. Shu ikkita qo'shiluvchini har birini qoldig'ini topaman ekan va qoldiqlarning yig'indisini bo'luvchiga bo'laman. Agar hozir bizda 3 chiqdi, agar 5 dan katta son bo'lganda edi, shu chiqqan sonni bo'lardim. Qoldiq necha chiqsa, shu yig'indidagi qoldiqqa teng bo'lar edi. Xo'p, bunda ham xuddi shu ishni qilamiz. Demak, buni 5 ga bo'ladigan bo'lsam, bilamizki, oxir raqami 5 bilan tugayapti va qoldig'i 0 chiqadi. Plus buni bo'ladigan bo'lsam, qoldig'im 4 chiqadi.
Demak, 0 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsam, natijam 4 bo'ldi. 4 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 4 ning o'zi bo'ladi ekan. Xo'p. Shu joyda yana bir narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Kichkina sonni katta songa bo'lganda har doim qoldiq kichkina sonni o'zi bo'ladi. Ko'pchilik masalan mana 4 ni 5 ga bo'lganda qoldiq nechi desa o'ylanib qoladi. Bu narsani esdan chiqarmanglar. Kichik sonni katta songa bo'linayotganda, demak, nima qilamiz ekan? Qoldiq kichik sonni o'zi deb olib ketamiz ekan. Xo'p, keyingi misolimiz 6-misolda aytayapti. Qaysi tenglik qoldiqli bo'lishni ifodalaydi? Bu yerda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Qoldiqli bo'lishni ifodalaydi deyapti. Ya'ni tenglik to'g'ri, noto'g'ri deb aytmagan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hammasida tenglik to'g'ri turibdi. Hisob-kitob qiladigan bo'lsak, hammasi 43 ga teng bo'ladi ekan. Lekin qoldiqli bo'lishni ifodalash uchun bizda qoldiq bo'yicha qoidamiz bor. Ya'ni qoldiq musbat son bo'lishi kerak va qoldiq bo'luvchidan kichkina bo'lishi kerak. Xo'p, birinchisi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, qoldiqimiz manfiy ekan. Qoldiq manfiy bo'lishi mumkin emas. Bu xato. Keyingisida qoldig'im musbat va bo'luvchidan kichkina. Demak, ikkinchisi to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, uchinchisida qoldig'im musbat, lekin bo'luvchidan katta. Bu degani xato degani. Keyingisi to'rtinchisida, demak, qoldig'im musbat va bo'luvchilardan kichkina. Bu esa to'g'ri hisoblanadi. Demak, javobimiz 2 va 4 bo'ladi ekan. Xo'p, 7-misolda qandaydir sonni 289 ga bo'lganda qoldiq 287 ga teng bo'lsa, shu sonni 17 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Demak, bu 5-misolimiz bilan bir xil ekan. 17 ga bo'laman. 289 bilamizki 17 ning kvadrati. Bo'ladigan bo'lsam, qoldig'im 0 chiqadi. 287 ni 17 ga bo'laman. Qoldig'im demak 15 chiqadi ekan. Yig'indisini hisoblayman. Yig'indisini hisoblasam 15 ga teng ekan. 15 ni 17 ga bo'ladigan bo'lsam, qoldiq demak 17 ga bo'lsam, bundan kelib chiqadi ekan, qoldiq 15 ning o'zi. Xo'p, keyingisi 8-misol. 9 ni 10-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Demak, bunaqa misollarda shakllantiramiz va bizga yordam beradigan narsa Newton binom, ya'ni a plus b ning 10-darajasi. Xo'p. Birinchi o'rinda shakllantiraman. Shakllanttirayotganimda 9 ni nechiga bo'linishi deyapti? 7 ga bo'linishi kerak ekan. 7 ga bo'linadigan son orqali ifodalayman. Ya'ni 7 plus 2 ning 10-si deb yozaman. Xo'p. Endi Newton binomini ochib chiqadigan bo'lsak, bu degani 7 ning 10-si plus qandaydir n1 ko'paytirilgan 7 ning 9-si plus n2 ko'paytirilgan 7 ning 8-si plus shunday davom etadi. Oxiri 7 ning 0-si va 2 ning 10-sigacha boradi. Xo'p. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, 7 ning 10-si, 7 ning 9-si, 7 ning 8-si, ya'ni 2 ning 10-sidan boshqa hammasida bizda 7 ga bo'linadigan son hosil bo'ladi ekan. Ya'ni buning qoldiqlari 0 bo'ladi ekan. O'shaning uchun bularni hammasini nima deb yozishimiz mumkin? Buni hammasini demak 7a ko'rinishda yozishim mumkin. Ya'ni bularning barchasi 7 ga karrali son. Plus 2 ning 10-si. Xo'p, 2 ning 10-sini biz bilamiz, 1024 ga teng. Kelinglar, shuni sal o'zgartirib ishlaymiz. Ya'ni 1024 demaylikda, buni shakllantirib ishlab ko'raylik. Bizda har doim oson chiqib qolmaydi. Hozir bunga o'xshab qoldi. Masalan, 3 ta 10-si bo'ladigan bo'lsa, qanday ishlanishini tushunib o'tib ketasizlar degan umiddaman. Xo'p, 7 ning a-si plus deyman. 2 ning 10-sini yozaman. 2 ning 5-sining kvadrati deb. Shu joyda daraja ustida daraja kelyapti. Bu narsani bilishimiz kerak. Ya'ni agar qanaqadir n sonini a darajasi va uning birinchi darajasi keladigan bo'lsa, n ning a ko'paytirilgan b holatida bo'ladi yoki teskarisi. Ko'paytmadan, demak, daraja ustiga daraja shaklida yozishimiz mumkin. Bu darajaning xossalari. Hali bu narsalarni yana o'tamiz keyingi darslarda chuqurroq qilib. Demak, yozadigan bo'lsam, 7a plus 2 ning 5-si degani 32 degani shuning kvadrati bo'lyapti. Demak, endi 32 ning kvadrati bo'lyapti. Bunda ham shakl alishtiramiz. Shakl alishtirayotganimizda boya aytganimdek 7 ga bo'linadigan son sifatida yozaman. 7 ga bo'linadigan soni bu 28. Demak, 28 ga 4 ni qo'shsam 32 ni beradi. Bu shuning kvadrati ekan. Xo'p, buni ham ochib chiqadigan bo'lsak, demak 7a plus, xo'p, boya holat bo'lyapti.
Shuni to'g'ri tashlab ketamanda, ya'ni 4 kvadratini o'zini olib ketaman. Bu degani bu yog'ini 7b deymizda va oxirida 4 ning kvadratini o'zini olib ketamiz. 4 ning kvadrati biz bilamizki 16 ga teng. Demak 7a plus 7b plus 16 bo'ldi. Demak, buni 7 ga bo'lsam qoldig'im 0, buni 7 ga bo'lsam qoldig'im 0, buni 7 ga bo'lsam qoldig'im 2. Demak, qoldiqlar yig'indisini hisoblayman. Qoldiqlar yig'indisi 2 bo'ladi. Demak, 9 da 10-sini 7 ga bo'lganda qoldiq 2 chiqadi ekan. Xo'p, yana bir bor tushuntirishga harakat qilaman. Demak, bunaqa misollar keladigan bo'lsa, nechiga bo'linyapti desa, shaklini shu holatda keltiramiz. Ya'ni shakllantirayotganda yig'indi holatidan shu sonlar bilan, masalan 9 da 10-sini agar 8 ga deganda yoki 5 ga deganda biz yozamiz. Masalan 5 ga deganda 5 plus 4 deb. Va 4 da 10-si deb to'g'ridan to'g'ri olib ketaveramiz. Qolganidan bo'lganimizdan hammasi, demak, o'sha songa karrali bo'ladi. Demak, 2 ning 10-si, agar 5 ga bo'lganini ishlaganimizda, demak 4 da 10-si deb ishlab ketardim. Va undan keyin 4 da 10-sini ham soddalashtirardimda va oxirida mana 4 kvadrat turibdim, shu o'zini olib ketaman. Va oxirida o'zi qolib ketadi shu narsa. Hali keyingi misollarda yana shunga o'xshash misollar bor. Yana bir bor ishlab to'liqroq tushuntiraman. Xo'p, misollar ishlashda davom etamiz. 9-misol. Yuqorida bunaqa misollar ishladik. Demak, bizga aytayaptiki, qaysi tenglik qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Qoldiqli bo'lish uchun, demak, qoldig'imiz musbat son va bo'luvchidan kichkina bo'lishi kerak ekan. Birinchisida, demak, qoldig'imiz musbat va bo'luvchidan kichkina. Birinchisi to'g'ri ekan. Ikkinchisi, xo'p, qoldig'im musbat, lekin bo'luvchidan katta. Demak, xato ekan. Undan keyingisi qoldig'im musbat va bo'luvchidan kichkina. Demak, bu ham to'g'ri ekan. Undan keyingisida, demak, qoldiq manfiy kelyapti. Bu xato bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 1 bilan 3 ekan. Xo'p, 10-savolda ifodani 6 ga bo'lgandagi qoldig'ini toping. Yuqorida aytib o'tdik, yig'indini, ya'ni qo'shiluvchilar berilgan bo'lsa, yig'indini topmasdan turib, qo'shiluvchilar orqali qoldig'ini topishimiz mumkin ekan. Ya'ni hozir 7 ga 69 da, keyin chiqqan natija 671 ga, buni 6673 ga, keyin 66675 ga qo'shib, uni 6 ga bo'lgandagi qoldig'ini topgandan ko'ra, har bir qo'shiluvchining qoldiqlarini topib chiqaman. Ya'ni 7 ni, demak, 6 ga bo'lsam qoldiq 1. Buni 6 ga bo'lsam qoldiq 3. Buni 6 ga bo'ladigan bo'lsam qoldig'im, demak, 5 bo'lyapti. Xo'p, buni qoldig'ini topamiz. Buni qoldig'ini hisoblaydigan bo'lsak, 1 bo'lyapti. Buni qoldig'ini hisoblaymiz. Buni qoldig'i, demak, 3 bo'lyapti. Hammasini qo'shamiz endi. Xo'p, 1 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 4, 5 qo'shsak 9, 1 qo'shsak 10, jami 13 bo'lyapti. 13 ni 6 ga bo'lsam qoldiq 1 chiqar ekan. Demak, shu yig'indini hisoblab 6 ga bo'lganida ham qoldiq 1 bo'lar edi. Xo'p, 11-savol. Demak, berilgan sonni 2, 4, 5, 9, 10 va 25 ga bo'lganda hosil bo'ladigan qoldiqlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, birinchi 2 ga bo'lgandagi qoldiqni hisoblaylik. 2 ga bo'lgandagi qoldiq qanday topamiz? Ya'ni shu sonni burchak usulida bo'lib chiqishimiz shart emas. Oxirgi raqam bor, oxirgi raqamdan ketamiz. Ya'ni oxirgi raqamini 2 ga bo'laman. Qoldiq necha chiqsa, o'sha deb olib ketamiz. Bundan 2 ga bo'lganda qoldig'im 0 chiqarkan, chunki 4 ni 2 ga bo'lsak qoldiq qolmaydi. Keyingisi 4 ekan. Xo'p, 4 ni hisoblaydigan bo'lsak, 4 da oxirgi ikkita raqam edi bo'linish belgilaridan. Qoldiqli bo'lishda ham 4 shunday o'rinli bo'ladi. 54 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldig'imiz 2 chiqar ekan. Xo'p, keyingisi 5. 5 ga bo'linish qoidasini bilamiz, bo'linish belgilaridan. Bu oxirgi raqam edi, ya'ni 4 ni 5 ga bo'lamiz. Boya aytdik, kichik sondagi katta songa bo'ladigan bo'lsak, qoldiq shu kichik sonning o'zi bo'ladi. Demak, 4 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 4 bo'ladi ekan. 9 raqamlar yig'indisi edi. Qoldiqli bo'lishda ham shu o'rinli bo'ladi. Ya'ni raqamlar yig'indisini hisoblab 9 ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi ekan. Xo'p, raqamlar yig'indisini hisoblayotganda endi ozgina tezroq ishlayman. Ya'ni 3 ga 6 ni, keyin 4 ni, 5 ni qo'shib hammasini yig'indisini hisoblashim shart emas. 3 ga 6 ni qo'shsam 9 bo'linadi, tashlab ketaman. 4 ga 5 qo'shsam 9 bo'linadi, tashlab ketaman. 5 ga 4 ni qo'shsam 9 bo'linadi. 7, 8, 15, 3 ni qo'shsam 18, 18 9 ga bo'linadi, tashlab ketaman. 54 ni 5 bilan 4 ni qo'shsam 9 bo'ladi. 9 ham 9 ga bo'linadi. Demak, yig'indi ham
9 ga bo'linadi ekan. Keyingisi 10. Demak, oxirgi raqami bizda demak 4 bo'lsa, qoldig'ini 4 chiqadi ekan. Bu ham bo'linish belgilaridan xossasi. Xo'p, 25 ga bo'lganda, 25 ga bo'lish uchun demak, oxirgi ikkita raqami 25 ga bo'linish belgisi, demak, oxiridagi ikkita raqamdan tashkil topgan sonni 25 ga bo'lamiz. Agar bo'linsa, shu son bo'linadi deymiz. Bo'linmasa, demak, qoldig'i necha chiqsa o'shani olamiz. Ya'ni 25 bo'ladigan bo'lsa, qoldig'imiz bizda 54 25 ga bo'ladigan bo'lsa, qoldig'imiz 4 chiqadi. Xo'p, hammasini nimasini so'rabdi? Yig'indisini so'rabdi. Yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 0 ga 2 ni qo'shsak 2, 4, 6, 10, 14. Demak, umumiy qoldiqlar yig'indisi 14 bo'ladi ekan. Xo'p, 12-misol. 4 ni 12-sini 9 ga bo'lganda qoldiq necha bo'ladi deyapti. Demak, boyagiga o'xshagan misol ekan. Xo'p, shakllantiramiz. Birinchi 4 ni yozib bo'lmaydi 9 shaklida. Uni birinchi o'zgartirib yozaman. Ya'ni 4 ning kvadratini 6-darajasi. 4 ning kvadrati degani 16, shuning 6-darajasi. Endi 16 ni yozaman. 9 deyapti bizda. 9 bo'lgani uchun 9 plus 7, shuning 6-darajasi. Xo'p, 9 plus 7 boya o'rgandik. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, demak, faqat 7 ning 6-si qoladi. Undan oldingilar hammasi 9 ga karrali son bo'lar ekan. Plus, demak, 7 ning 6-si. Xo'p, 7 ning 6-sini 7 ning 6-sini yozishimiz mumkin. Biz 7 ning kvadratining 3-darajasida. Ya'ni shunda 9a plus 49 ning 3-si bo'ladi ekan. Xo'p, 49 ning 3-si bo'ladigan bo'lsa, 49 ni ham 9 shaklida yozamiz. 4, demak, 49 yozishimiz mumkin. 45 plus 4 deb. Demak, buni ham soddalashtiradigan bo'lsak, 45 9 ga bo'linadigan son bo'lgani uchun uni ham 9 ga karrali son deb olib ketaman. Ya'ni 9 plus oxiri 4 ning 3-sini o'zini yozamiz. Xo'p, 4 ning 3-si esa bizda 64 ga teng. Demak, buni 9 ga bo'lsam qoldiq 0, buni 9 ga bo'lsam qoldiq 0. 64 9 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldig'imiz demak 1 chiqadi ekan. Xo'p, keyingi misol 13-misolimiz aytayapti. Ikkita natural sonni 5 ga bo'lganda mos ravishda 1 va 3 qoldiq hosil bo'ladi. Bu sonlar kvadratlarning yig'indisini 5 ga bo'lganda qoldiq nechaga teng bo'ladi deyapti. Xo'p, biz demak A, B deb belgilab oldik ikkita sonni. Endi A ni shu orqali ifodalaganmiz, o'rniga olib kelib qo'yaman. Ya'ni 5n plus 1 ning kvadrati plus 5n plus 3 ning kvadrati. Shu sonni 5 ga bo'lganda qoldiqni hisoblang deyapti. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, bu endi qisqa ko'paytirish formulasida a plus b ning kvadrati bo'lyapti. Bu degani 25n kvadrat plus 10n plus 1 plus 25m kvadrat plus 30m plus 9 bo'ldi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, buni 5 ga bo'lsam qoldiq 0, buni 5 ga bo'ladigan bo'lsam qoldig'im bunda 0, demak bunda ham 0, bunda 1, hop bunda 0, hop bunda ham 0, bunda esa 4 chiqadi ekan. Ya'ni qoldiqlar yig'indisini hammasini hisoblayman. Hisoblaydigan bo'lsak, javobimiz 5 bo'ladi ekan. Demak, 5 ni 5 ga bo'lsam, qoldiq 0 chiqadi. Misollar ishlashda davom etamiz. Keyingi misolimiz 14-misol ekan. 14-misolda aytayaptiki, n soni 7 ga bo'lganda qoldiq 5 ga, m soni 7 ga bo'lganda qoldiq 6 ga teng. m ko'paytmani 7 ga bo'lganda qoldiq nechaga teng? Demak, m n ni o'rniga olib kelib qo'yib hisoblaymiz. Demak, 13-misolga o'xshab. Demak, 7a plus 5. Demak, 7b plus 6. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, 7a ni 7b ga ko'paytiramiz. Bu 49 ab. Xo'p, 6 kere 7, demak 42a plus 5 kere 7 35 b, 5 kere 6 30 bo'lar ekan. Xo'p, endi shuni 7 ga bo'lganda qoldiqni toping deyapti. 49 7 ga bo'lsak, bunda qoldiq 0 bo'ladi. Bunda qoldiq 0 bo'ladi. 42 7 ga bo'lsak, bunda ham qoldiq 0 bo'ladi. Demak, buni 7 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq demak 2 bo'ladi ekan. Demak, shu ko'paytmani 7 ga bo'lganda qoldiq 2 bo'ladi ekan. Xo'p.
Bunaqa misollar kelganda sonlar bilan ishlasak ham bo'ladi. Ya'ni qaysi sonni 7 ga bo'lsak, qoldiq 5 bo'ladi. Masalan, 12 desak bo'ladi. 12 bilan 13. 12 bilan 13 ko'paytirib 7 ga bo'lib topsa ham bo'ladi. 13-misolda ham xuddi shunday uslubda ishlasa bo'lardi. Sizlarga iloji boricha, ya'ni olimpiada yoki yozma ishlarida ishlash mumkin bo'lgan, ishlanishi kerak bo'lgan misollarda yozib ko'rsatib beryapman, qanday ishlanishini. Xohlasanglar sonlarda ham ishlab ketsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi 15-savolda 3 ga bo'linmaydigan natural sonning kubini 9 ga bo'lganda qoldiq. Qanday sonlar bo'lishi mumkin? Bunda ham xuddi shunaqa. 3 ga bo'lganda, misol uchun 3 ga bo'linmaydigan son, masalan 1 bilan 2. 1 bilan 2 ni demak kubga oshiradigan bo'lsak, 1 ning kubi 2 ning kubi. 9 ga bo'lganda 1 bilan 8 bo'lar ekan. Osongina topishimiz mumkin. Lekin qanday isbotlaymiz desanglar, nima qilamiz? A bilan B ni qandaydir son deydigan bo'lsak, uning kubini oshiramiz. Kubga oshiradigan bo'lsak, demak 3n + 1 ni kubi deymiz. 3n + 1 ning kubi. Xo'p, buni soddalashtiradigan bo'lsak, demak 27n kub plus demak 27n kvadrat plus 9n plus 1 holatida bo'ladi ekan. Demak 9 ga bo'lganda qoldiq. Buni 9 ga bo'lsam qoldiq 0, buni 9 ga bo'lsam qoldiq 0, buni 9 ga bo'lsam qoldiq 0. Demak bundan kelib chiqadiki, buni qoldig'i 1 bo'ladi ekan. Keyingisi 3n + 2 ning kubi. Xo'p, bu yerda 1 bilan 2 ni olishimga sabab, chunki 3 ga bo'lganda qoldiq yo 1 bo'ladi yo 2 bo'ladi. Boshqa qoldiq hosil bo'lmaydi. Agar 0 bo'ladigan bo'lsa, biz bilamizki, bu bo'linadi degani. Xo'p, buni ham xuddi shunday soddalashtiramiz. 27m ning kubi plus 27m kvadrat plus 9m plus, hop, kechirasizlar, shu yerda adashdim, plus 2 ekan. Demak 27m ning kubi, hop, 9 bo'lsa 27 bu 54 bo'ladi ekan. 54m kvadrat bo'ladi ekan. Hop, plus bunda esa 9 4 bo'lsa 36m bo'ladi ekan. Plus 2 ning kubi 8. Hop. Buni bo'lsam qoldiq 0, buni ham qoldiq 0, bunda ham qoldiq 0, bunda esa qoldiq 8 chiqadi. Demak, 3 ga bo'linmaydigan sonlarda kubini 9 ga bo'lganimizda qoldig'imiz 1 yoki 8 bo'ladi ekan. Tushuntira oldim degan umiddaman. Ya'ni son bilan ham ishlasanglar bo'ladi yoki o'rniga olib kelib qo'yib, kubga oshirib ishlasanglar ham bir xil natija chiqadi ekan. Xo'p, 16-si 35 ta natural son ketma-ket yozish natijasida hosil bo'lgan sonni 25 ga bo'lish natijasida hosil bo'lgan qoldiq nechaga teng? Xo'p, bunaqa misollarda demak 25 ga bo'lish qoidasida oxirgi ikkita raqam olinadi, ya'ni 35 olamiz. 35 ni 25 ga bo'lsam qoldiq 10 chiqadi ekan. Demak, boshi necha bo'lishidan qat'iy nazar oxirgi ikkita raqamni olamiz, shundan tashkil topgan sonni 25 ga bo'lamiz. Qoldiq necha chiqsa, demak, o'sha qoldiq bo'ladi ekan. Xohlasanglar biron bir sonni isbotlab ko'ringlar o'zingizlar. Masalan, 115 deyiladi, 25 ga bo'lib ko'ringlar. Qoldiq 15 chiqadi. Xo'p. 17 624 ni qanday songa bo'lganda bo'linma 41 ga, qoldiq esa 9 ga teng bo'ladi. Demak, 9 ni o'tkazadigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi 615 teng bo'ladi ekan b ko'paytirilgan 41 ga. Xo'p, shu yerdan b ni topadigan bo'lsak, 615 41 ga bo'lamiz. Bu degani bittadan bor va 5 tadan. B-imiz 15 ga teng bo'ladi ekan. Xo'p. 18-misol. Barcha 3 xonali sonlar ichida 45 ga qoldiqsiz bo'linadiganlari nechta deyapti. Xo'p, to'rtburchak qavs degani bu butun qismi chiqadi degani, ya'ni 999 45 ga bo'lamiz. Faqat butun qismini olib ketamiz. Xo'p, bo'ladigan bo'lsak, 999 45 ga bo'ladigan bo'lsak, 99 ichida ikkitadan bor. Demak, 90 bo'ladi, ya'ni 99 qoladi. Ya'ni ikkitadan bor, qolgani shart emas. Demak, faqat butunni olamiz. Ayirib tashlashimiz kerak ekan. 3 xonali degani uchun birdan 99 gacha bo'lgan sonlar ichidan 45 ga bo'linadiganlarni ayirib tashlaymiz. Bundan esa ikkita chiqadi ekan. Demak, jami 20 ta. Bunaqa misollar keladigan bo'lsa, har doim 3 xonali agar o'zi birdan 999 gacha desa, shuni o'zini ishlaymiz bo'ldi. Ya'ni birdan 999 gacha bo'lgan sonlarni, demak, eng kattasini 45 ga bo'lsak,
nechtaligi kelib chiqadi ekan. Lekin afsuski bizda 3 xonali son deyapti. Demak, uning ichida 2 xonali va 1 xonali sonlar bor. 1 xonali sonlar ichida 45 ga bo'linadigan yo'q. Faqat 2 xonalilar ichida bor. Shu ikkita dona bor ekan, shuni olib tashladik. Shunda 20 ta hosil bo'ldi. Xo'p. 19-misol. 2146, 1990, 1800 sonlarni har birini qanday natural songa bo'lganda qoldiqlari bir xil chiqadi deyapti. Xo'p, bunaqa misollar ishlashimizda eng kichigi bilan keltirib yozamiz. Ya'ni 1805 plus. Xo'p, 1805 ga nechini qo'shsam 2146 bo'ladi. Demak, 341 ekan. Xo'p, keyingisi 1805 plus 1805 ga nechini qo'shsam 1991 bo'ladi. Hop, 100 demak 80 186 ekan. Hop, 186 ni qo'shsak va o'zi 1805. Hop, boya o'rgandikki yig'indida, demak har bir qo'shiluvchining qoldiqlari yig'indisi yig'indini ham qoldig'iga teng deb o'rgandik. Demak 1805 1805 1805 bo'ldi. Demak 341 bilan 186 shunaqa songa bo'lishim kerakki, ulardan qoldiq hosil bo'lishi kerak emas. Bu degani e kub degani. E kubini topadigan bo'lsam, hop. Demak e kub 341 bilan 186 ni topadigan bo'lsak, 186 341 degani 11 ko'paytirilgan 11 ko'paytirilgan 31 bo'ladi ekan. Bunda esa 31 ko'paytirilgan 6. Demak, e kubi 31 bo'ladi ekan. Demak, shu sonlarni 31 ga bo'lganimda qoldiqlari bir xil chiqadi ekan. Xo'p, 21-savol. 20-savol. 20-savolda aytayaptiki, quyidagi tasvirlardan qaysiri hamma vaqt to'g'ri deyapti. To'g'risini topishimiz kerak. Aslida har bir qo'shiluvchi 11 ga bo'linsa, yig'indi ham 11 ga bo'linadi deyapti. Demak, har bir qo'shiluvchi 11 ga bo'linsa, yig'indi ham 11 ga bo'linadi. Bu to'g'ri, chunki qoldiqlari 0 bo'ladi, yig'indini ham qoldig'i 0 chiqadi. Demak, A variant to'g'ri variant ekan. Xo'p, B'larni hop tekshirib o'tib ketamiz shu yerda. Birorta ham qo'shiluvchi 11 ga bo'linmasa, yig'indi ham 11 ga bo'linmaydi. Bu noto'g'ri narsa, chunki qoldiqlarning yig'indisi 11 ga bo'linib qolishi mumkin. Masalan, 4 bilan 7 ni oladigan bo'lsak, 4 bilan 7 11 ga bo'linmaydi, lekin yig'indisi esa 11 ga bo'linadi. Xo'p, C'da qo'shiluvchilardan kamida bittasi 11 ga bo'linsa, yig'indi ham 11 ga bo'linadi. Bu ham xato narsa, chunki bittasi bo'linsa qoldig'i 0 bo'ladi, ikkinchisida qoldiq qolib ketadi, ularning yig'indisida ham qoldiq hosil bo'ladi. Yoki misolda ko'radigan bo'lsak, misol uchun 11 plus 5 desak, 11 11 ga bo'linadi, qoldiq hosil bo'ladi, 5 desa qoldiq qolib ketadi. Demak, yig'indisi 16 bo'ladi. 16 ni 11 ga bo'lsak, qoldiq hosil bo'ladi, ya'ni 16 11 ga bo'linmaydi. Demak, C ham xato. D'da yig'indi 11 ga bo'linsa, har bir qo'shiluvchi ham 11 ga bo'linadi deyapti. Demak, yig'indi 11 ga bo'linsa deyapti. Masalan, 22. 22 ni 11 ga bo'lsak bo'ladi, lekin uni misol uchun 18 plus 4 deb yozadigan bo'lsak, 18 ham 4 ham 11 ga bo'linmaydi. Bu yerda esa har bir qo'shiluvchi 11 ga bo'linadi deyapti. Demak, D ham xato ekan. C'da yig'indi 11 ga bo'linmasa, birorta ham qo'shiluvchi 11 ga bo'linmaydi deyapti. Demak, bu noto'g'ri narsa. Masalan, 17 11 ga bo'linmaydi, lekin 17 ni yozishimiz mumkin 11 plus 6 shaklida yozishimiz mumkin. Demak, C ham xato bo'lib ekan. Xo'p, 21-savolda nechta ikki xonali son 15 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Mana eng katta ikki xonali sonimiz 99. 99 ni 15 ga bo'lamiz ekan va uning butun qismini olamiz. Bo'ladigan bo'lsak, demak 6 butun chiqadi. Xo'p, bir xonalilar ichida 15 ga bo'linadigan son yo'q, o'shaning uchun bunda ayirmadik. Bunda esa ikki xonalilarda bor edi, shuning uchun ayirib yuborgan edik. Xo'p, 22-savol, bu oxirgi raqam mavzusidan 5 ga bo'lganda qoldiqni toping deyapti shuni. 5 ga bo'lishda biz boya o'rgandikki, oxirgi raqamni 5 ga bo'lamiz, qoldiq necha chiqsa, o'sha qoldiq deb olib ketardik. Demak, buni topishimiz uchun nima kerak bo'ladi? Oxirgi raqam 2 ekan. Demak, oxirgi raqami 2 ni 22-darajasi deb hisoblaymiz. Ya'ni necha bilan tugashini topib olishimiz kerak ekan. Birinchi 2 ni davrlarini yozib chiqaman. 2 ni birinchisi 2, 2 ning ikkinchisi 4, 2 ning uchinchisi demak 8, 2 ning to'rtinchisi 16, 2 ning beshinchisi 32 bo'ladi va oxirgi raqam takrorlanishni boshlaydi. Demak, 2 da 4 ta davr bor ekan. Darajani bo'lamiz ekan davrga. 2 ni davri 4 ta ekan. 4 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 5 da 20, demak 0, 2,
Demak, 50 buni ichida bo'linmas ekan. Qoldiq bizda 2 hosil bo'ldi. Qoldiq necha chiqadigan bo'lsa, shu qatorni belgilaydi. Ya'ni bu birinchi qator, bu ikkinchi qator, bu uchinchi qator, bu to'rtinchi qator. Bu mavzu haqida keyingi darslarda to'liqroq to'xtaymiz. Hozir bizga nima bo'layotgan? Oxirgi raqami 4 bilan tugaydi ekan. Demak, bu sonim oxirgi raqam 4 ekan. 4 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam, qoldig'im 4 chiqadi ekan. Xo'p, shu bilan mavzumiz tugadi, misollarimiz tugadi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xato kamchiliklar bo'lsa kommentariyada yozib ketasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat.